Zulfiya men ham o'ynab yurganim yo'q, halol mehnatdaman, tirikchilikda. Sentyabrga bolalarga maktab forma qilish kerak. Bolalarga kiyim? Ana, ish ham boshlandi, bitta mashina kelyapti. Duo qilib o'tirgin-a, o'g'limni barakasini bersin. Qani? Voy dod, meni urib ketishdi, nonko'rlar. Yaxshimi sotdi, nima qilyapsiz? Basharangga qo'tirjam, shu hozir urib ketding-ku. O'zingiz sakrab yotib oldingiz-ku. Bo'pti-da, yozaman ekanda, tushunmaydi odam ekan. Yuring, banisiga boraman. Banisiga bormayman, banisiga olib borasan, 102 qiladi. Tilhat bilhat o'zingga muarin uyasi. Nima qildingiz unda? Hamma narsani yaxshilik yo'l bilan hal qilsa bo'ladi-yu. Voy. Aka, mana shu go'shtingizdan 5 kilo berib yuboring. 5 kilo? Nima qilasiz bu shuni? Uka, mashina bilan urganingni men aytdim, o'pirib yubording. Mana shu qo'yib ataman, go'sht bitiradi. 5 kilo bering aka. Bering aka, ko'tarib olasan. Aka, bu kalbasangiz halolmi? Biz halol yo'l bilan pul topamiz-da. Kalbasa. Xolos. Qovurg'amni sindirding, jon aka. Bitta qovurg'aga bitta kalbasa. Uy, ichida bo'lmaydigan darajada o'g'riyapti-yu. Opa, zarli pomadangizdan bo'lsa ayolimga ikkita berib yuboring. Endi oshirib yubordingiz. Buni nima qilasiz? Bo'lmasa yozaman ekanda, jon uka. Bo'ldi, bering, ikkita bering shundan. Voy, bultirgi jonim. Ras. Ha, shundan olib berasan. Nima qilasiz buni? Olib berasan dedim, olib berasan. Bo'ldi, olib beraman, qayt turing. Ko'zlarimda yo'q. Nech pul edi? Ana bugungi plan ham to'ldi. Jon aka, aytgan hamma narsangizni olib berdim. Tavba qildingmi? Tavba qildim, o'ylagan. Narsalarni menga qo'ydi. Sur shopir, qaytib yo'limdan chiqma, bor. Alo. Ha, Zulfiya? Dugonalarimiz bilan gapimiz bor. $200 ishlab keng. Shuni birato'la ertaroq aytmaysanmi, Zulfiya? To'xtab tur. Sen qiz tanimayman dedi. Nimaga like bosasiz u? Like bosgan yo'q dedi, olsangiz to'g'raman. O'latda. Ayol kishiga ham qo'l ko'taradimi? Chumo. Ye'onayni. Onangni dedimi? Zulfi bo'ldi, hal qildim. Yirni kelin chiqdi. Onangni deganing uchun ham javob berasan.